san'atkorlar, sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Davramizda to'lib toshib o'ynagan aziz mehmonlar, barchangizga rahmat aytamiz. Sog' bo'lingizlar. Davramizga Urazgul jiyani, Bibigul momosi. Marhamat bor bo'lsangizlar. Sahat kimga paylanyapti? Assalomu alaykum, uzoqdan va yaqindan kelgan aziz mehmonlar, mezbonlar. Mana ushbu kechamizning sababchisi nabiralarimiz, o'g'illarimiz Ag'abekjon va Azizbeklarning sunnat to'yida o'tirar ekanmiz. Biz bundan nihoyatda xursandmiz. Shu fursatdan foydalanib ikki jajjigina o'g'ilchalarimizga uzoq umr, baxt, saodat kelgusi ishlarida va
o'qishlarida va turmushida ulkan zafarlar tilab qolamiz. Va so'zimizning nihoyasida bir kichkina sovg'atimiz bor edi. Shuni topshirishga ruxsat bersangiz. Hurmatli mehmonlar, mana bugun bobom bilan babam mamamni xonadonida katta to'y, katta tantana ekan. Bu to'yning sababkorlari Ag'abek va Azizbek, men sizlarni to'ylaringiz bilan tabriklayman va o'zim nomidan tayyorlangan kichkina padarkam topshirishga ruxsat bersangiz. San'atkorlar so'z bo'lsin. To'y egalari, davramizga chorlaymiz jiyanlari. Bugul momosining oilasi tomonidan qoldigilanlar. Muboraklar bo'lsin. Boshidan chiroyli qilib davramizda o'ynadi. Hamda to'yimizdan Zumrad momasi ham bo'sh ketmasin. Naburni taqdim etamiz. Feruzaxon, Gulshan singillarimiz, hamsiyalari davramizga chorlaymiz. San'atkorlar shu haq soz bo'lsin. Barchangizga sog' bo'lingizlar azizlar. Har doim to'ylarda chiroyli qilib o'ynab mana shunday prizlar olish barchangizga nasib etsin. Har kimning ham sochlariga oq tushsin, ajin tushsin, yuzlariga dog' tushsin. Har kimning ham quvvat ketib belidan, qo'llariga oso bir tayoq tushsin. Yuzga kirib iymoni sof, yorug' yuz to'ylar qilib yelkasidan tog' tushsin. Jismiga so'nggi safar oldidan o'z bolasin qo'lidan tuproq tushsin. Yaratgan egam hammamizni uyimizga mehr saxobat, ko'zimizdagi porloq nur, dilimizdagi yorug'likka mujassam bo'lishligini, tan va jonimizga sog'lik, yoru birodarlarimizga omonlik, yashayotgan har bir kunimizga quvonch shodlik, xonadonlarimizga baxt ato etsin. Tangrim asra otajonim panoh tog'imni, yana asra onajonim duo bog'imni. Umrin bergin ziyoda va ziyoda, ular menga qanotdir bu dunyoda. Onam Makka menga onam sajdagoh, duolari doim men uchun panoh. O'zing ko'rib turibsan, o'zingsan guvoh, onamni asragin yagona Alloh. To'yimizni davom ettiramiz. Navbatni san'atkorlarga berib keng to'yimizga siz kelgan mehmonlarni hurmat bilan chorlab qolamiz. Marhamat. Düzüp oynalı, uçup yüzüp oynalı. Saza düzüp oynalı, uçup yüzüp oynalı. Şu davranı savutma, bu davranı savutma. Şundan kızıp oynalı, şundan kızıp oynalı.
Şok şokundan çalıp çalay Al sırnayını al alay Şok şokundan çalıp çalay Hardinen bir qars qaqib Qalpaq deyindan baqib Hardinen bir qars qaqib Qalpaq deyindan baqib Tezda tashlab qaltirab Tezda tashlab qaltirab Ko'rgani için yaqini Hammani için yaqin Al surnayni al alay Shox shoxidan chal chalay Al surnayni al alay Shox shoxidan chal chalay Al alay, şu davrada çal çalay Al surnayni al alay, ana endi çal çalay İlahi dil kuşlama, inana varım kala Bulasan derhal kıyım derde
bo'lingizlar azizlar, salomat bo'lingizlar. Barchalaringizga rahmat aytamiz. Mana to'yimiz chiroyli tarzda o'tdi. Shunday ekan, siz kelgan mehmonlarimizning oldida xonadon sohiblariga Og'abek Azizbekjon o'g'illarimizga bir chiroyli qilib duo bersak. Bobolari bor bo'lsangizlar, tog'alari marhamat davramizga kelingizlar. Yaxshilar duosi bizga hamdam. Duoga qo'limni ochaman men ham. Hofizlar sadosi tinmasin hech ham. Ey xalqim, topganing to'yga bersin. Mana aziz og'ayinlar, bugungi akşam to'yimiz ham yaxshi o'tdi. San'atkorlarga ham katta rahmat. Sog'inglar, hamma elning xizmatida bo'lib, alqishlab juringlar. Allanboydi qadam mana to'yg'alashsin. Azizbek, Og'abek nebaralarimiz ham eng bir yurtimizga kerakli bo'lib, Allan bobasi o'xshab palvon bo'lsin. Eng bir yaxshi farzandlar bo'lib o'tsin. Shu bidanning akalimizda hamma to'ylarga keladi. To'ylarga to'yg'alashib yursin. Sözüne rahmet. Bugün toyumuzda amin deb bo'ldi, rahmat. Rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling, yaxshi niyatlaringizga har doim farishtalar omil bo'lsin. Qalb fe'li torlikdan, shirin so'zga zorlikdan, ikki dunyo xurlikdan Rabbim o'zi asrasin. Ig'bo fasod tuhmatdan, balo qazo kulfatdan, qalbi qaro ulfatdan Rabbim o'zi asrasin. Manmanlik va ro'yodan, qabul bo'lmas duodan, og'ir damda jazodan Rabbim o'zi asrasin. Mana bugun Og'abekjon, Azizbekjonlarning sunnat to'ylari edi. Kelajakda vatanimizga, elimizga, ota-onasiga jon kuydiradigan sodiq farzandlar bo'lib yetishsin. Otasiday, bobosiday elimizga kerakli el hurmatini qozongan insonlardan bo'lsin. Shunday ekan, mana bugun sizlarning xizmatlaringizda bo'lgan san'atkorlarimizga, to'yimizni abadiy qoldiruvchi kamerachiga, xizmatda bo'lgan mezbonlarga, mehmonlarga, barchangizga rahmat aytamiz. Har doim Pirimqulovlarning xonadoniga azizlar, to'y deb kelingizlar. Azizlarim, xush endi Xudoyimga omonat, jon o'tan omon bo'lsa, ko'risharmiz salomat.